Rostdan shu chachiqlar 1,5 ming so'm aka. Rostdan 1,5 ming, donaga ham, pachkaga ham. Bu qaranglar akalar. Suvni o'ziga shimib, o'sha quruq mana. Tortishini ko'ringlar suvni. Endi rangligi rangsiz. Ikkovi 1,5 ming so'm. Ha, 5 xil rangi bor. Optimga ham, donaga ham shunaqa narx. 1,5 mingdan. Buni kattaroq variantlari ham bor. Bu bozor o'zimizda, lekin bu joyni ko'pchilik bilmas ekan. Kombinat bozori, Marg'ilon shahar kombinat bozorining orqasida bo'lyapti. Nomerlarni ko'rsatib o'tib keting, ekranga olish shart bo'lmaydi. Shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Aka, yana nimalar bor aka? Bizda mana qishki adyollar bor, kelinlarga, seplarga. Narxlarni ham ro'yxatga ketaverasiz, qiziqqanlarga. Narxlari juda ko'p. Bag'da korobkali variantlari bor. Tayyorali korobkalar moda bo'ladi, o'rab jo'natishdi. Undan shart bas ekanda endi. Tayyor bunda. Tayyor. Ikkita yostiq ziliti bor. Bitta plastinasi bor, bitta qalin adyoli bor. Hali biz uylangan paytda aka ustiga zar qog'ozlar o'rab, haligi korobkalarni ustiga nima qilinardi. Unaqa shart bas tayyor. ekan. Buni Turkiya variantlari ham bor. Joynamozlar qanchadan aka? Mana qalin joynamozlarimiz bular 35 mingdan narxi. Juda ham arzon ekan, qaranglar. 35 mingdan. Boshqa joylardan 90 ming, 100 ming, 100 mingdan ham olib ketaverasizlarga bilmaganlar. Bu tomonda joynamozlarda yana boshqachalari bor mana. Beranalari, teski adyolchalarimiz ham. Narxlari bilan aytib ketaylik aka, qalingina. Bular 50 ming so'mdan. 50 ming so'm. Ha, bular 19 mingdan joynamozlar. Bular ham Turkiya. Sovg'a salomga ham yaxshi ekan aka. Bular kiyonakalarga, ko'chka, keyin beranalarga juda yaxshi. Turkiya. Bunisicha qalini. Bag'da yana dicha qalinlar bor. Joynamozlarimiz. Narxlari bilan aytib ketamiz. Bularimiz 46 ming so'm. 46 ming. Bu ham Turkiya mahsuloti. Chista Turkiyaniki. Ha. Chiroyli ekan o'ta. Bu tomonda momiq sochiqlarimiz bor, har xil 5 taliklar. Bu yerda mana bosh sochiqlarimiz bor ayollarga. Bosh sochiqlar 10 ming, 12 mingdan. Bag'da berana ko'rpalar bor. Bir kishilik 40 mingdan boshlanadi. Keyin mana mo'lamni ko'rsatib qo'yingda, o'sha suvni shimishini. 1,5 mingga bitta ro'molcha ham bermayapsiz-da, 5 ming deyapti so'rasiz ko'chada. Yuraveramiz. Aka, mo'y ham qiziqtiryapti, bu nima aka? Bu ham suv shimigani, suv bor joyga ilib qo'yaverasiz. Narxi nomi 15 ming. 15 ming so'm. Yuraveramiz. Bu tomonda pastellar 2 kishilik. 2 kishiliklarimiz 120 mingdan boshlanadi. 125 ming, 150 ming, bag'da 140 ming, 160 ming, 250 ming. Bu tepada dasturxonlar shekilli aka. Dasturxonlar Xitoylari ham bor. Ular toza Xitoy dasturxonlar. Bitta xondan boshlab 6 metrgacha dasturxon topasizlar. Ular toza Xitoy. Bular endi yoyilganda katta ko'rinadi-da, mana 12 ta stol mehmonxonalarga hammasiga tushadi. Suv o'tkazmaydigan ekan ko'pini. Yo bular ustidan bitta kilonkamiz bor. Solib qo'ysangiz dog'am bo'lmaydi. Ha. Juda ko'p fibri. Bahadir original Xitoy dasturxonlar. Bu tomonda mana 1 kishilik zimlilar, 2 kishilik, bag'da 1 kishilik letnilar. Mana bular 150 ming so'mdan. Xalatlarning murskoylari ham bor aka. Bor, xalatlarimiz bor. Qanchadan bu xalatlar misol uchun? Xalatlarimiz 200 ming so'mdan, bularimiz prosta uzun, ichi sushmaydi. Bu murskoy bu. Ha, murskoy. Jenskisi ham bor. Versatsilari ham bor. Bular 200 ming. Rangi har xillari bor. Prosta uzun mana. Ichi sushmaydi. O'zim ham ishlataman. Zo'r. Bularimiz qanchadan aka? Bularimiz 240 mingdan letnisi. Xitoy original. Nargisi 200 ming so'm labli. Bu ham letni. 240 ming so'm. Nalichka bo'ladi. Bitta plastina. Bu o'ng tomonimizda oq bezak deymiz. Buni har xili bor. Bu 330 mingligi. Bali yosh oilalarga. Ha, bular bezatgani. Asosan mana xalatlarimiz, ranglarini ko'rsatamiz. Keyin yana bunaqa uyaloylarga, divan kreslolarga psixollarimiz ham bor. Mana shu xalatdan aka 5 yilmi 6 yil kiydim. Mana shu zo'r nima ekan? Men o'zim ham 5 yildan oshiqroq bemalol yetaverarkan. Oxiri chokidan qo'yavermas ekan, chirirgan xolos aka. Haqiqatda xizmat qiladi. Hada toza joynamozlarimiz ham bor. Kiyovlarga, kelinlarga, seplarga. Keyin aka mana Madina joynamozlar tepaga bo'lib qopti aka. Svetamni o'chib qoldi mana. Hamma joydan ham topib bo'lmaydi aka. Ha, bunimiz 8 minglisi bor, 4 lisi bor. Bu 8 lisi 330 ming so'm. 4 minglisi bor, u 200 ming so'm. 200 mingligimiz tugab qoldi. Shundan ham ko'rsatsa bo'ladimi? Yo'qmi? Undan tugadi. Uni o'rniga xuddi shuni yupqaroq varianti bo'ladi. Endi hozir ko'rinmaydi, ham yerda o'zi mana 8 qilib yozib qo'ygan. Mana shu 4 lisi bo'ladi, arzonroq bo'ladi. Anor joynamozimiz bor, 185 mingdan. Eng zo'r tanlov ashi. Ashilar, ha? Letning ko'rpa. Bu taraflarda-chi aka, bag'larda? Bu tomonlarimizda sauna sochiqlar bor.
Xitoy sochiqlar bor. Ona. Bu tomon Samuna sochiqlarimiz mana 55 mingdan boshlanadi mana shu Versace'lar. Bunisi 65 mingdan. Aga ketaveradi 95 ming, 105 ming, 115 mingdan, 130 minggacha bor Samuna sochig'imiz. Mana buni ham 3 qo'l modeli bor va bu eng uzuni. Hozir bitta ochib ko'rsataman. 2 metrdan ham oshiq shekilli. Yo'q, 180 bo'ladi. 180 ha. O'zi aslida birinchi savunalar mana shu chiqqan, birga bir yarim. Ha, bular uzun. Svet ochib obunachilar, bilasizlar, o'zimizda shunaqa ko'p bo'lib turadi. Xitoy original sochiqlar, ona bola 100 mingdan, tanlaganingiz 100 ming. Aka, misol ko'pchilik har xil ehsonlarga o'ylanishadi. Qanaqa olgani, sochiqlar olgani. Qaysi biri misol hozir nima bo'lyapti? Sochiqlar u tomonda orzoqlarni ko'rsatamiz. Orzoqlar. Bular mana 100 sochiqlari. Mana shunday bo'ladi, 50 ga 90 deymiz. Bu 100 sochiq, bular Xitoy. Xitoydiki. Bular 35 ming bo'ladi, bularning bannisi 65 mingdan bo'ladi. 100 mingta ona bola. Ha. Ona bola o'sha oq kiydilarga, sovg'alarga ishlatgani. Bu sochiqlar Xitoy sochiqlarimizni afzalligi bu Turkiya bilan ko'rinishi bir xil. Turkiyalar 6 ta banni 6 ta 100 olsangiz, mana shunaqa qalinligi. Hozir mana 1,5 million, 1 million 200 ming eng arzoni. Video boshida mana sochig'ida mana qo'yiladi-da, 1,5 ming so'm deyilyapti. 1,5 ming so'm. Lekin mana guli ham chiroyli. 1,5 mingga haqiqatan ham hozir ichida guli bor. Yaqinda ro'molcha yo'lda bo'yida sotib, ro'molcha zarur bo'lib qoldi. Ro'molcha qanchasidan 5 ming deyapti. Ro'molchani ham puli bas lekin mana ko'rib turibsizlar. Mana shuni ham misol bir martalik ishlatsa, yog'da ham shimaverar ekan-a bu aka? Ha, bu jicha mana kattasi 3 mingdan. 3 mingdan. Jicha kattasi. Ha, bu zo'r mana kattasi 3 gullari ming. bor ichida. Har xil gulligi bor ekan, qulupnoyligi, palasasi, olmaligi, har xilligi bor ekan mana. Bor. Aka, og'zi aka ham aytib ketavering, telefon raqamingizni aka. Telefon raqamimiz 90lik 272 1991. Bu tomonimiz O'zbekiston sochiqlar. O'zbekiston sochiqlar bilan. Eng zo'rlari mana shu 90 mingdan ona bolalari. Hali aytdingiz, o'zimizda ishlab chiqarilayotgani bor, chetga import qilinayotgani, Marg'ilonda ishlab chiqarilayotgani dedingiz, qaysini ko'rsatdingiz? Bunaqasi ham bor. Bular ham hammasi hozir Germaniyagacha eksport bo'lyapti. Bular Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston. Bular nimaga? Tabiiy paxta. Paxta. Sudi zo'r shimadi. Bular mana bularimiz bo'ladi. Haqiqatan bu sochiq boshqa dunyo. Zo'r shimadi bular. Bularning ko'rinishi chiroyli. Juda chiroyli. O'zimizniki-yu juda chiroyli. Hech qanaqa Turkiyadan qolishmaydi. Ko'rinishda, sifatda, suv shimishida. Bular hammasi eng zo'rlari, sifatlisi. Bu tomonimiz endi arzonlashaveradi. Mana bularimiz 75 ming, bularimiz 63 ming. Uzunligi qancha bularning uzunligi? Bular 70 ga 140 bo'ladi. 70 ga 140. Mana katta kichikligi. Mana shular banning sochiq. Xitoy sochig'imiz ham, Turkiya sochig'imiz ham rangi ham shu o'lchamda bo'ladi. Bular kichkina emas. Bag'i arzonlashaveradi. 60 ming, 60 ming, 55 ming, 50 minggacha bor ona bola sochiqlarimiz. Keyin aka, hozir ko'pchilik mana bilyapmiz, hali savdogarlar ham kelib sizdan olib ketar ekan. O'zi kamiyat bozorida o'zida. Narxlar o'sha donaga ham, pachka olsa ham bir xil o'zgarmaydi. Xalq uchun bir xil narx. Mana eshityapsizlar, pachkaga olsalaring ham o'sha 1,5 ming so'm, donaga olsalaring ham 1,5 ming so'm. Narxlar o'tdim joyi, birinchi qo'ldan mana. Akalarimiz salkam 10 yildan beri shu sohani ichida ekanlar, 7 yildan beri deyaptilar. Sochiq sohasida. Sochiq sohasida. Savdo sohasida undan ham oshiq aka. Xo'p. Kelaverasizlar. Nima yo'qsa, nima nasib qilsa, biz yaxshisini bilamiz. Svet o'chib qoldi, lekin ba'd salqin muzlaydi. Bemalol kelib, tanlab ko'rsalar ham bo'ladi. Tashqari tomondan ham bitta ko'rsatamiz endi aka, adres tushuntirib ketsak aka. Hada bir kishilik pastellar ham bor. Xo'p. Mana hali aytganimiz dasturxonga kilonkalar. O'lchamlari bor. Bitta xondan boshlab o'sha mehmonxonangizga ham qilib beramiz. Tashqari tomondan bitta. Adresda aka, endi ko'pchilik hali bilmasligi mumkin aka. Adresda juda adashishyapti. Biz oldin o'rtada turardik. Bu tomon to'g'ri parximeriya qator. To'g'ri. Bu tomondan kelsa, bu tomondan parda qatori. Bu tomonimiz pista bodom, oziq-ovqat tomon. Mana bu o'ng tomonimiz, bu tomon bozor idorasi. Bozor idorasi. Bag'da guruch bozori, bozor orqasi. Ha, bozorda orqasi, guruch bozori, un bozori. Kelaman deganlar mashinani orqa tomondan kelib qo'ysa qulayroq, osonroq, ha. Dushanba dam olamiz, qolgan kunlari. Bular nima endi aka? Bular bir kishilik ko'rpalar. Bir kishilik ko'rpalar narxlari aka? Bular 40 mingdan. 40 mingdan. 2 kishiligichi? 2 kishiligi ketaveradi 80 ming, 90 ming.
140 ming, 165 ming, ag'a bor bu 500 minggacha. To'y qilaman deganlar Shetdozda ishi bitaverar ekan. Qo'qonga borib, aqa Xitoyga borib bunaqa xizmatlar kerak yo'q ekan, qiynab. Vaqtlari ketadi. Shunaqa. Bitta sirda ochaman. Mana Qo'qonga borib necha pul desangiz, sizga qimmat aytadi. O'zim ham haqiqatdan o'rtag'im savdogar. Billa boramiz, donaga qimmat aytar ekan hatto. Siz endi borib necha pul deysiz-da, bundan 10 ta berdimiz. Endi sepga boradi holda. Ular aniq aldanishadi. Mana bu korobkalarimiz ham zo'r sotilyapti. Hammaga yoqyapti, ko'rimli. 100 mingdan 2 kishilik. Bunisi 110 mingdan. Bu ham 2 kishilik. Somkalari bor, hozir ko'rsataman. Hammaga ketaveradi. Chiroyli, somkalari ham juda chiroyli ekan. Ha. 2 kishilik, ko'rimli. Bu 2 kishilik, ayol erkak. Ishlataveradi. Ranglari juda ko'p. 100 mingga juda ko'rimli narsa. Ha, zo'r. Birovga sovg'a qilsangiz ham arzigulik narsa. Bersiz. Ishlatadi-da. Hali internetda chiqyapti-yu, bunday olsiz ichini olsiz. Yarmi ko'ringan unaqa emasda, chiroyli narsa bo'lyapti hali. Bergani ham. Bo'ldi aka, adreslarini bemalol telefonda yana bitta aytib o'tib keting, oxirida yana tushunmay qolganlar. 90lik 272 19 91. Operator bitta tepadan ham yaqinlashtirib yuboring, mana shu joydagi raqamlar, ponni 5696lar ham. Ha, uchala nomerimiz ham ishlaydi. Optim Sarpo deb berilgan o'zi. Shu raqamlarga murojaat qilib kelaverasizlar. Manzil Ma'lumot shahar Kombinat bozori orqa tarafida bo'lyapti. Bugungi reportajimiz bemalol kelib olsalaring bo'ladi. Arzon narxlar. Sifat